Misol Sparkdan qanday farq qiladi? Sparkdan ancha katta aka. Kia Sonetni 50 million so'm bilan Rasul Isroil aka bitta savol bor. Nimaga men Kia Sonet olishim kerak? 3 ta sabab topib bering. Ixcham mashina, yoqilg'i sarfi juda kam va shahar uchun ma'qul bo'lgan variant. Misol Sparkdan qanday farq qiladi? Sparkdan ancha katta aka. Eniga ham, uzunligiga ham va orqasida ham ancha ko'proq bo'ladi. Bagaj ham 392 litr Sparkdan 2 barobar kattaroq bagaj. Shunga yarasha Sparkdan kamroq sotiladi. Metan, propan qaysi emas? Metanga, propanga muammo yo'q, o'zi benzin tanlamaydi. Atmosferni motor bo'lgan hisobiga. 1.5 atmosferni motor, 115 ta ortiqcha. Zo'r reaksiyaga gap yo'q. Sherzod aka, boshlang'ich to'lovchisiz men Kia Sonet olmoqchiman. boshlang'ich to'lovchisiz iloji yo'q lekin. Kamida 25-30% boshlang'ich to'lov bo'lishi kerak bo'ladi. 25-30% necha pul bo'ladi? 50 million so'm bilan olsa bo'ladi. Bitta pasport evaziga oylik shartsiz. Kia Sonetni 50 million so'm bilan Rasulchikaga olsa bo'ladi. yana qaysi modellarda shunday? Hamma modellarimiz olsa bo'ladi. 25-30% boshlang'ich to'lov bilan chiqadi kamida. Rahmat, sog' bo'ling.